Surxondaryo viloyatining Qiziq tumanida markazda joylashgan ushbu noturar yer sotiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumot beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, Qiziq tumanining markazidan 12 ga 25 hajmda metrda bino, magazin qurilish tashlangan. Umumiy maydoni oldidagi yerdan tashqari umumiy maydoni 14 sotixga yaqin bo'lgan barcha hujjatlarga ega bo'lgan ushbu noturar joy sotiladi. Narxi juda ham arzon. Videoni oxirigacha ko'rsangiz telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol narxini bilib olishingiz mumkin. Qani bo'lsa ketdik obzorga. Noturar bino qurishga moslangan 14 sotixga yaqin bo'lgan ushbu noturar yerning umumiy ko'rinishi quyidagicha. Ushbu yerning lokatsiyasi juda zo'r joylashgan, hokimiyatning orqasida joylashgan, ya'ni Volidam savdo markazining yonida joylashgan ushbu yer magazin, bar, kafe, oshxona yo bo'lmasa biror bir joy qurish uchun juda qulay lokatsiya hisoblanadi. 14 sotixga yaqin bo'lgan ushbu noturar joyda joylashgan binoning kvadrati 300 kvadrat metr hisoblanadi. Do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa, pastga telefon nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilasiz, kelishilgan narxda qilib berishadi. Bizga obuna bo'ling, like bosing va Qiziqdan noturar joy, magazin olaman deganlarga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Sizlar bilan Sardor bo'ldi.